Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unidazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi. Yulduz Usmonovani bu gaplarini juda ko'pchilik ayollar xafa bo'lib, noto'g'ri tushunyapti va noto'g'ri talqin qilishmoqda. Bu gaplar aslida erini bir tinga ilmay ajralib ketib, shaltog'ini otib spa salonlarda yoki qayerlardadir jalablik qilib yurgan ayollarga tegishli bo'ladi. Erdan ajrashgan, haloli pokiza ishlab yurib, bola chaqqam uchun deb yurgan ayollar, sizlarni xafa bo'lishga haqlaring yo'q. Lekin mana shunday qattiq tushuntirilmasa, hozirgi yoshlarimiz juda ko'pchiligi erini bir tinga ilmay ajralib ketib, bolasi bormi yo'qmi o'zlarini chet elga urib yotibdi. Lekin erda qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham bu ayol kishi bo'ladi. Ajralgan ayollarga juda ko'p erkaklar noto'g'ri ko'z bilan qaraydi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Menimcha Yulduz Usmonova bu gaplari bilan yosh oilalarimiz ajralmasin degan maqsadda gapirgan.